Leksiyemizde başlayımız, devamlaştırıyoruz hürmetli vatandaş. Bugün Çiğsağ 2019 yıl 5. ayının 15. günü hafta cuma. Endeki mavzu yani Şangan'a münasebetli. Mavzumunda Aksaray'ın teklif kılışığı erişip, Şangan pandemikratizmçileri Amerika'ya ziyaret edilip, Şangan'ın ahvalini Amerika Devlet Meclisi inkaz kıldı mavzulu haber. 5. ayının 15. gün Twitter bitir ilan kılındı haber. Mındak başlan. Şangan pandemikratizmcileri Fala Partisi'nin azaları Gorong Jian, Pen Tekniki uçur sahasıdın Mone Guang, Siyasi İşler Mahkemesi'nin sabık mahkem başlığı Qin Fang Anshin, Katarlıkla 5. ayının 19. günü Amerika'ya gelip anlaştığa qaraganda Aksaray Bexatarlik Komitetinin teklifi boyunca Şangan işlerini muhakeme kıldı. Demek bularning uçuruşuş katlımı Amerika hükümet katlımı bek yuqori darajalik bo'ldi bu Aksaray Bexatarlik Komiteti. Alaşşarım. Universal matbuotlar 5. ayının 15. günü xabar qilib bunday ko'rsatdi. Gorong Jian bunday dedi. Şangan siyasi qonuni doklati o'sha ayning oxirida rasmiy davlat majlisiga topshirildi. Bu orqali biz Amerikaning Şangan to'g'risida qarashini tushunishga erishamiz. Gorong Jian bunday dedi. Şangan siyasi qonuni bo'lmasa, Şangan mustaqil boytulash rayoni bo'lolmaydi. Undaqda Şangan yanada xalqaro shahar bo'la oladi. Gördünüz mü? Şangan siyasi qonuni Amerika belgiledi. Şangan mustaqil boytulash rayoni Amerika Qo'shma Shtatlari belgiledi. Agar bular bo'la olmasa, u vaqtda Şangan xalqaro shahar bo'la olmaydi. Gorong Jian bunday hisobladi. Şangan siyasi qonuni intayin muhim. Amerika hukumati Şanganda yaqinda yuz bergan ishdan qattiq ansirdi. Şangan hukumatining Şangan qonun chiqarish komitetining a'zolarining salohiyatini elib tashlaganligiga, axborot erkinligini tortib olganligiga, bir davlatning ishqil tuzum ma'muriyatining ismi qilib, jismiy yo'qolganligiga Amerika Qo'shma Shtatlari diqqat qilishga boshladi. Amerika bu ishlar Şangan'a halqiliq ta'sir ko'rsatdi. Amerikaning bu ishlari Şangan'a halqiliq ta'sir ko'rsatdi. Mone Guang bunday dedi. Chet el şirketleri yani qachoqlar qonunini o'zgartirishning Şangan'da şirketlar politik ta'sir ko'rsatganligini, mayli shu yerlik yani Şangan'lik savdogarlar bo'lsin, hammasi ansirdiki sebepleri bunlar. Aşkarı bo'lmagan ahvolda, sebepleri aşkarı bo'lmagan ahvolda qo'lga elib, ichkari jungoga elib ketish ahvolini ular aynan inkos qiladigan bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatiga. Bu shu ixtiyoriy qo'lga olish degan nima ekanligini men tushunamadim, lekin mazmuni sizga shunchalik yetkazdim vatandosh. Ondan başqa Amerika Devlet Mahkemesi 3. ayının 13. günü yıllık kişilik doklati ilan qilib, bu doklatning Şangan qismida to'xtalgan. Şangan'da keyin kişilik huquq masalasi, jumladan yig'ilish va so'z matbuot erkinligi aralashish, hukumatning aralashishini cheklash va odam bediklarini cheklash, Jungo Kompartiyasining Şangan'ning ichki qismida siyosiy arboblarni nazorat qilish bo'lib, Jungo'da o'xshaydigan Shavjanning Şangan'da qo'lga elinganligi, davlat maxfiyatli kadrlar tarafidan qo'lga elinganligi va Tunluvan kitobxonasi voqeasi qatorliqlar Şangan'ning o'zini boshqarish va qonun bilan boshqarishiga Jungo Kompartiyasining ziyonkashlik qilganligini ko'rsatdi. Jungo Tashqi ishlar ministerligi Amerikaning aloqador doklat e'lon qilib, Şangan ishiga aralashganligi va Jungoning ichki ishlariga aralashganligini qat'iy qarshi turganligini bildirdi. Qin Fang Anshin xat yozib, Angliya parlamentining Şangan'a munosabatlik maxsus komitet tashkillab, Şangan'ning erkinligi va o'zini boshqarishga daxli tarviz qilishlarni tekshirish to'g'risida taklif bergan Angliya parlamenti.
O mundaq hesabıdır. Jungo Angliya Birleşmiş Bayanatı icra qilish ahvolini nazorat qilish uchun Angliya parlamenti partiya guruhlaridan alqılan Jungo işleri guruhi qurib, Shanganning butkul ahvoliga diqqat qilib, muddatli doklad e'lon qilib turishi lozim. Xinjiang Anshin Purala Partisi, Shangang Muxbirlar Jamiyati, ya'ni 45 Puraviy tashkilotlar taklif berib, Angliya parlamenti maxsus komitet tayinlashni kerak deb hisoblagan. Xinjiang Anshin bunda ko'rsat, yuqori ishlar to'g'risida Shangang hukumati xalqaro jamiyatdan qarashtirib pisand qilmaydi. Angliya hukumati Shangangning huquqi va erkinlik kapolat qila olmaydi deb qaraydi. Biz dedi Xinjiang Anshin Jungo Angliya bayonoti asoslanib Angliya hukumatining yuqori ishlar to'g'risida sado qaytirish huquqi bor deb hisoblaymiz, deydi Xinjiang Anshin.